Assalomu alaykum. Barchalaringni kirib kelgan yangi yillaring bilan xonadonlaringda fayz baraka, tinchlik, xotirjamlik ilohim arimasin. Xudo xolasa biz yangi yilda boshidan ishlarimizni boshlab oldik. Toshkentda Olmaliq shahrisiga yuklarimizni dastavka qilib beryapmiz. Video davomida birinchi sotgan narsalarimizni narx-navolari bilan birma-bir qo'yib boramiz. Keyin arradan chiqqan to'sinlarimizni, keyin yumalaq to'sinlarimizni obzor qilamiz. Assalomu alaykum. Barchalaringni yangi yillaring bilan bilasizlar, yaxshimisizlar? Bo'lasa ana birinchi kundan yilda boshidan ishlarimizni boshlab oldik. Toshkent viloyati Olmaliq shahriga yuklarimizni jo'natib boryapmiz dastavka qilib. Yo'l kirani ham juda arzon qilib gaplashib berdik akamizga. Bo'lasa 4 metrli to'sindan 25 ta. Keyin mandaqa qo'shqariga 5 metrli to'sindan berdik baquvvatidan. 4 metrli to'sinimizni 70 mingdan berdik. Bu 5 metrli baquvvatimizni 150 ming so'mdan berdik akamizga. Hozir yana ko'pgina narsalari bor. Ularni ham nech puldan berdik, nima berdik, ularni ham xolasa yoritib beramiz. Sog' bo'linglar. 4 ta 6 metrli sarrob berdik. Keyin 6 ta 18 ga 18 qaridan berdik. Ustuni bilan harisiga 80 ming so'mdan harilarimiz metrini berdik. Sarropimiz 6 metr, 5 metrli sarropimiz mana. 5 metrli sarropimiz mana shu holat. 60 ming so'mdan berdik buni. Harilarimiz 80 ming so'mdan berdik metrini. Keyin 3 metrli strapila bobimizni 25 mingdan berdik. 4 metrli chorqirramizni 50 ming so'mdan berdik akamizga. Borasi ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beryapmiz. Hozir yana 25 3 metrli to'sinlari, keyin vassalari, qamishlari, reykalari bor. 3 metrli strapilarimiz bor. Yuklanyapti bular ham. Bo'lasa, kimga shunaqa materiallar zarur bo'lsa, ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Mana 4 metrli chorqirramiz yuklanyapti. Strapilaga. Juda ham zo'r chiqqan, 12 ga to. Yumlarimiz juda ham zo'r, hammasi Mirzaterak, Ko'kterakdan chiqqan. Chorqirralarimiz hamma yo'g'imiz. Biror dona ham kalifori yo'q bularning ichida. 216 metr reka berdik. Keyin yana 4 ga 4dan 4 ming so'mdan, keyin 4 metrli xovonli berdik. Nima kashi sinchi deyiladi. Keyin 3 metrli to'sin yuklanyapti. 18 mingdan 4 metrli xovonli berdik. 25 mingdan 3 metrli to'sin berdik. 4 ming so'mdan reka berdik. Endi 150 kvadrat vassalari qoldi, garbili vassa, lapet vassa. Mana hamisha yuklab beryapmiz akamizga. 100 dona. To'lasi Isuzuga ortib beramiz buni ham 5 ming so'mdan. Qamishlarimiz ham bor bizda. Bo'lasa mana 150 kvadrat lapet vassamizni ham Isuzuga yuklab beryapmiz. Qamishlar yuklab bo'ldik. Olmaliq bo'lasa yuklarimizni jo'natib boryapmiz. Bo'lasa mana yuklarni ham urib bo'ldik. Olmaliqqa ketyapti yuklarimiz. Mana arradan chiqqan 7.15 4.5 metrli quruq Mirzaterakdan chiqqan to'sinimiz. Buni narxini 130 ming so'm qilib beramiz. Buni 4 metrlisi ham bor mana. 4 metrli 7.15 da 110 ming so'mdan qilib beramiz. Chorqirra Mirzaterakdan chiqqan bular. Bularda 7.13 ham bor. Mana 7.13, 7.13 4.5 metrlisi bunisi. Endi ichcha chalg'ib qolamiz. Buni narxini 110 ming so'm qilib beramiz. 7.13 bu. Keyin buni 4 metrlisi ham bor. Bu 4.5 metr. Mana 4 metrli 7.13. Buni narxini 90 ming so'm qilib beramiz. Keyin 5 metrli strapilamiz bor. 5 metrli strapilamiz 12 ga 4 bo'ladi razmeri. Holatlari yaxshi. Buni narxini 75 ming so'm qilib beramiz. Keyin sal garbirroq 4.5 metrligi ham bor buni. Mana 4.5 metrlisini 50 ming so'm qilib beramiz. Keyin 4 metrli chorqirralarimiz bor. Mana 4 metrli chorqirralarimiz holatlari juda zo'r, 12 ga 4 bo'ladi. Bular razmeri 50 ming so'm qilib beramiz. Juplisini 40 ming so'm qilib beramiz. 4 metrli.
Xuddi mana razmerlarda 3 metrlikini 30 ming so'm, 2,5 metrlikini 25 ming so'm, 2 metrlikini 20 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Keyin vassalarimiz bor mana. Garbul vassamiz 15 ming so'mdan kvadrat, holatlari juda ham zo'r. Keyin mana bunaqa 2 metrlik vassalarimiz bor. Bularni kvadrati 10 ming so'm. Hozir mana Olmaliq shahriga yuklab orayotgan 2 metrlik lapet vassalarimiz ham bor mana. Juda ham zo'r chiqqan. Buni 17 ming so'mdan berdi akamizga. Mana motor deylar. 17 ming so'mdan bularni berdik. Keyin reykalarimiz bor 4 ming so'mdan metri. Yumalaq to'sinlarimiz bor mana 6 metrdan 3 metrgacha bor to'sinlarimiz. Endi tez reklamani olyapmiz, obzorlarni shom mahal bo'lib qolyapti. 6 metrli baquvvat to'sinlarimiz. Bular narxini 190 ming so'm qilib beramiz. Keyin 5 metrli baquvvatlarimiz bor. 5 metrli baquvvatlarimizni 180 ming so'm qilib beramiz. Keyin 5 metrli srednik to'sinlarimiz bor. Mana holatlari juda ham zo'r. Bular narxini 150 ming so'm qilib beramiz. Keyin 4,5 metrli to'sinlarimiz ham bor. Mana 4,5 metrli to'sinlarimiz, holatlari zo'r, yaxshi. Buni narxini 110 ming so'm qilib beramiz. Keyin 4,5 metrli baquvvat to'sinimiz bor mana. Baquvvat to'sinimiz narxini 150 ming so'm qilib beramiz. Keyin 4 metrli baquvvat to'sinlarimiz bor. 130 ming so'mdan. Mana. Keyin 4 metrli srednik to'sinlarimiz ham bor. Mana ho'l qurug'i bor. Mana ulari qurug'i. Mana. Bular 70 ming so'mdan. 4 metrli to'sinlarimiz. Holatlari juda ham zo'r. Ho'l quruq, yangi eski farqi yo'q. Hammasi 70 ming so'mdan. Bitta olganga ham, 100 ta olganga ham. Keyin 3 metrli to'sinlarimiz bor mana. Hozir berdi 25 ta Olmaliqqa bundan ham. Bular narxini 50 ming so'm qilib beramiz. Keyin harilarimiz bor. Harilarimizni metrini 80 ming so'm qilib beramiz faqat obunachilarimizga, YouTube orqali kelgan odamlarga. Mana 6 metrli sarroplarimiz bor mana. 6 metrli sarroplarimizni 75 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlari juda ham zo'r. Tekis. Keyin buni sal ingichkaroq 6 metrli strapila bopi ham bor. Mana 6 metrli strapilamiz. Buni narxi 50 ming so'mdan. Keyin 5 metrli sarroplarimiz bor. Mana 5 metrli sarroplarimiz. Bular narxini 60 ming so'mdan qilib beramiz. Mana holatlari. Keyin strapilasi ham bor buni. Mana 5 metrli strapilasi. 5 metrli strapilasini 25 ming so'm qilib beramiz. Keyin 4 metrli lagalarimiz bor mana, ustumlarga. 4 metrli lagalarimizni 35 ming so'mdan qilib beramiz. Mana. Keyin sal bundan ham ingichkarog'i bor, 18 ming so'm. Buni ham ko'rsatamiz. Mana 18 ming so'mdan 4 metrli. Xudo xolasa hamma teragimiz Mirza terak, ko'k terak. Kimga shunaqa sifatli terak mahsulotlari zarur bo'lsa, biza nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkazib beramiz.